Ajin. Ahvoling yaxshimi? O'tgan ishni o'ylab qayg'uga tushib o'tirma. Ma'lum muddat bezovta qilmaydi. Ha, lekin vaqtinchalik. Xavotir olma. Barini hal qilaman. Xuddi avvalgidek indamay turishimizga qarab turmayman. Otangni o'ylab o'tirma. Unga pulni bersak, bo'ldi, bizni bezovta qilmaydi. Aytgancha so'ngki uni qanday tanib bu yerga olib keldi o'zi? Hamma bilib qoldi menimcha. Uni hal qilganman, xavotir olma. Nima qilyapsan? Men sizlarga pul beraman. Pul beraman. Senga tilanchimizmi? Bu nima? G'irt bezbet ekan-u, a? Kundalikka shuncha gapni yozibsan. Meni kim deb ataganding? Yaqinlashib bo'lmaydigan odammi? Bu gadoysan degani. Voy, la'nat yey. Ustingizdan politsiyaga arz qilaman. Voyaga yetmaganlarga tazyiq o'tkazganingiz uchun. Nima deding? Voy, la'nat yey. Avval seni o'ldirib, keyin qamalaman. Iflos. Kamchiqim oila bo'lsa, kambag'alga kiramizmi? A?